Guvoh bo'lib qolasan, yigitlar, yoshlar safarga chiqadi, dam olgani, kimdir o't yoqayotgan, kimdir karishga archayotgan, kimdir ovqat tayyorlash bilan harakat qilayotgan, kimdir suv olib kelayotgan, kimdir yonboshlab yotgan bo'ladi. Hammasi bir xil pul tashagan. U ekspeditsiyani u uyushtirgani yo'q, yonboshlab yotadi. Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi? Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalari bilan safarga chiqqanlarida bir joyga to'xtashdi, ovqatlanishlik kerak bo'ldi. Shunda bir kishi payg'ambarimizning sahobalaridan alayya zabuha, qo'yni men so'yaman dedi. Ikkinchisi alayya salhuha, men terisini shilaman. Uchinchisi alayya tabuha, men pishiraman dedi. Muhammad alayhisalom va alayya jamul xata, men o'tni yig'ib kelaman. Ya Rasululloh, biz o'zimiz kifoya qilamiz bu ishga dedi. Deganda payg'ambarimiz aytdilar: "A'lamu annakum takfunani." Bilaman kifoya qilishinglar. Walakinalloha yakrahu an yara abdahu mutamayyizan ala aqronihi. Bilaman, men siz ham eplashinglarni. Chunki payg'ambarimizga xizmat qilishlik sharaf bu. Rasululloh bilan birga turishlik sharaf.